Assalomu alaykum qadrli obunachilar. 51 ta bo'pmiz. Tabriklaysanglar bo'ladi. Hadisha rahmat do'stlar. Buncha endi sizlar podishga qildinglar. Rahmat do'stlar. Endi jonli streamlar ham bo'lib turadi do'stlar. Chunki maqsadimiz 50 ta obunachi edi. 50 ta obunachidan keyin jonli stream qilsa bo'lardi YouTube'da. Hozir yuzim yaxshi ko'rmayapti. 50 ta obunachi yig'dik biz. Voy, bunaqasiga 50 ta obunachi yig'dik biz. Shuning uchun endi xohlasanglar jonli streamlar qilib turamiz do'stlar. Streamlarda o'zimiz ba'zan ochib odamlarda ularni o'ynaymiz do'stlar. Bugungi videomiz shu Counter Strike bilan Special Fortress'dagi eng kuchli bot qaysiligini bilib olamiz do'stlar. Ismi nimaligini va u qanaqa darajada o'ynashligini bilib olamiz do'stlar. O'zi biz settingsga kiramiz do'stlar. Botlarni bitta qilamiz. Normal expert qilamiz do'stlar. Bu 210 qilamiz do'stlar. Bu botlar shundan foydalansa bo'ladi. Game do'stlar, desert start. O'zim hozir bu bot kimligini bilaman do'stlar. Hozir ko'ramiz do'stlar. Kim va bu aytayaptiki sen bir bilan o'ynaysan, bir demak expertda eng kuchli ekan demak. Hozir ko'ramizlar o'yinni dash o'yinini ko'ramiz. Yo, men uchun naryoqdan ketdi do'stlar, naryoqdan ketdi. Ketib yo'qqa bu vaqtgacha chiqish kerak edi. Uj do'stlar, уже botlarga fora yo'q do'stlar. Expert darajadagi botlarga fora yo'q уже. Mana sizlarga yana bitta eksperiment bo'ldi. Barga bir otishayotgan bo'lsanglar, kelasizlar, qaraysizlar. Bo'ldi. O'yt o'tirgan bo'lsa otib qo'yasizlar yoki sakrab tushasizlar bu yoqqa. Bo'ldi. Shu yerdan turib otib qo'yasizlar. Ukamlar ularning videomizni ko'rgan bo'lsanglar, Uzbi Sniper ukamniki kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Meni ham kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Uni ham podishga qo'yib yuborasizlar do'stlar, menga o'xshab, meni kanalimga o'xshab. Cho'tan ito kelmayapti. Krisada уже botlar. Shunisi yomon. Уже topoldim do'stlar, уже videoda ko'rgan shekilli topoldim, tushib ketib qoldi, ulgurmay qoldi. Kallasidan otib qo'yardim, tepadan otib qo'yardim do'stlar. Yaxshi. Birlar. Kim bot kuchlimi 5 menmi? 5 ta shotgacha o'ynaymiz, 6,5 pulim bor. Do'stlar, уже menga fora bermayapti do'stlar. Menga fora bermayapti. Fora yo'q senga, o'zbekiston berdi. Ayiq. Yaxshi. Tillagi meni qurolni olmading ayiq. Endi o'zimiz usulga o'tamiz endi jigarlar. O'zimiz usul. Banglar sachimiz bitta o'tganda уже 8 ta, 9 ta o'qdek ketadi do'stlar kallasiga. Kelamiz o'zi sakrab tushamiz, kattadan ko'ramiz, yo'q etdi. O'tamiz do'stlar уже sekin. Botlar bilasizlar krisa bo'ladi. Ko'rdim, manzarani ko'rdim rashga. Naryoqda o'ynabga, уже bo'ldi. Bir yerga ham fora bermaymiz 5 gacha. Ha? Davay do'stlar, 3 gacha o'ynaymiz ekan, chunki hozir men vaqtim ziq bo'lib qoldi do'stlar. Yana уже krisalikni boshlagan do'stlar. Ishonasizlar bilan уже yana krisalik qilyapti do'stlar, ishonib olinglar. Do'stlar, qayerda bo'lishi mumkin?
Bo'ldi do'stlar. Bo'ldi, tan berdim Biggerga. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingiz chiqmasin.